אל מלא רחמים שוכן במרומים. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres yaqında Yahudilar zor qirg'inchiligining 80 yillik xatir munosabati bilan televiziyada so'z qilib, bu zor qirg'inchilikning insoniyat xotirasidan o'chib ketishi o'tmishga qilingan xiyonat, shundaqla kelgusiga qilingan sotqinlikdir degan. Antonio Guterres ayni vaqtdagi tarixni asrash jarayonida Natsistlar Germaniyasi butkul Yahudilarni yo'q qilib etishni ko'zlagan zo'r qirg'inchilikda 6 million Yahudining qirib tashlanganligini alohida eskartgan. U bu vaqt qilgan so'zida bu qurbonlar va hayot qolg'uvchilarning urug' tuqqanlari bilan bir safda turamiz degan. Holbuki uning xarakter va natija jihatda Yahudilar zo'r qirg'inchiligiga o'xshab ketadigan, hatto uningdan ig'ir deb qaraladigan Uyg'ur qirg'inchiligi haqida hozirgacha so'z qilib baxmaganligi, amdilikda bir yumlabla qirg'inchilikqa qarshi turg'ich qiyofatida so'z qilishi X'da keskin tanqidlandi. Kishilik huquq faoliyatchilaridan Emma Relli uning ayni vaqtda Xitoy hukumatı ijro qilayotgan Uyg'ur qirg'inchiligi haqida so'z qilmoqchi bo'lgan Uyg'urlarning ismligini Xitoy hukumatiga topshirib berganligini eskartib, siz hozirgacha Uyg'urlar bilan ko'rishishni rad qilib kelyapsiz. Siz boshqarayotgan qirg'inchilikning oldini olish xonasi hozirga qadar Uyg'ur qirg'inchiligi haqida sukut qilib kelyapti degan. Shundaqla Xitoy hukumatı har yili BDTga yo'llayotgan 10 million dollarlik mablag'ning buning muhim sabablaridan biri ekanligini tilga olgan. Tibet kishilik huquq faoliyatchilaridan Tenzin Namgyalmo shu qatorda Antonio Guterresga javob qaytarib, meningcha sizni BDT tarixidagi eng nachar bosh kotib deyishga bo'ladi deb yozgan. Antonio Guterresning BDT bosh kotibi bo'lish sifatida BDT ahdnomasiga xilof bo'lgan mushu tariqidagi ishlari yillardan buyon uni o'xshamagan tanqidlarga nishon qilib kelayotganligi ma'lum.